Assalomu alaykum qadrdon muxlis, siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukraina ichki ishlar vazirining maslahatchisi Anton Gerashenko 2022-yil 20-mart kuni jahon uchun kutilmagan bayonot bilan chiqqan. Nikvesti va Obyektiv axborot agentliklarining ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, Anton Gerashenko 18-mart kuni Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlari davomida hali qayd qilinmagan umuman yangi turdagi quroldan foydalangan. Anton Gerashenkoning o'z bayonotiga ilova qilgan hujjatlarga ishonadigan bo'lsak, Rossiya 18-mart kuni parashyutli snaryadlarni qo'llagan. Bu qurol esa 21-asrdagi harbiy harakatlarning hech birida hech bir davlat tomonidan qo'llanilgan emas. Hozirda Rossiyaning bu yangi quroli to'g'risida turli saytlar va kanallarda bir-biriga zid ma'lumotlar taqdim qilinmoqda. Biroq Anton Gerashenkoning gaplariga qaraganda Ukraina tomon hali Rossiyaning mazkur yangi qurolini to'liq o'rganib bo'lganicha yo'q va bu xususida hech kim hech qanday xulosa bermagan. Endi Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovni vahimali bayonotiga to'xtalamiz. Agar bilmasangiz eslatib o'tamiz. Yevropada 1 tonna bug'doy 19-mart kungi holatga ko'ra $315 ko'tarilgan va bu rekord narx-navo sanaladi. Peskovning ma'lum qilishiga ko'ra, Yevropa Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar sabab haqiqiy ocharchilik nimaligini aynan mana shu yil ko'radi va Putin bu safar Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa bilan yarashish maqsadida umuman tashabbus ko'rsatmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.